Assalomu alaykum. Xitoydan savdo darslik kanali a'zolari. Demak, Pinduoduo bo'yicha ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsda biz sizlar bilan Pinduoduo ilovasidan ro'yxatdan o'tishni o'rganib chiqamiz. Hop, Pinduoduo ilovasi ikki xil usulda ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Bu WeChat orqali yoki telefon nomer orqali ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Agar sizda WeChat ilovasi mavjud bo'lsa, WeChatdan oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ushbu tugmani bosib WeChat orqali ro'yxatdan o'tsangiz ham bo'ladi. Agar sizda WeChat bo'lmasa, oddiygina telefon nomer orqali ham ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Buning uchun ushbu bo'limga kiramiz. Demak, ushbu bo'limga kiramiz. Kirgandan so'ng xuddi shunaqa oyna ochiladi va biz bu yerdan ushbu ko'k tugmani ustiga bosamiz. Va bu yer chiqqan ikkita bo'limdan birinchisini tanlaymiz, ya'ni telefon nomeri orqali ro'yxatdan o'tishdi. Ushbu bo'limni tanlaymiz. Xo'p, ushbu bo'limga kirganda agar sizda ushbu joyda +998 kodi bo'lmasa, buni o'chirib o'zingiz qo'lda yozsangiz bo'ladi. +998 deb yoki shu bo'limga kirib, shu yerdan ham O'zbekiston kodini topib tanlasangiz bo'ladi. Va ikkinchi qismiga o'zingizning telefon raqamingizni kiritasiz. Xo'p, telefon nomeri raqami kiritilgandan so'ng pastga qizil tugma bosiladi va bizga telefonimizga SMS kodi yuboriladi. Xo'p, bizga SMS kod keldi. SMSdagi kodni kiritamiz. Va shu bilan hammasi tayyor. Biz allaqachon Pinduoduo ilovasidan ro'yxatdan o'tdik. Endi bemalol Pinduoduo ilovasidan to'liq foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xaridlarni amalga oshirsak bo'ladi. Ma'lumot o'rnida SMS kod bittada kelmasligi mumkin. Imkoni boricha Beeline, Ucell yoki Uzmobile nomerlariga ro'yxatdan o'tishingizni tavsiya beramiz. Ularga sal SMS kod kelishi osonroq, tezroq. Agar sizga SMS kod kelmasa, qayta juda ko'p marta urinmasligingizni tavsiya beraman, chunki Pinduoduo ilovasi bloklab qo'yishingiz mumkin juda ko'p uringandan keyin. Xo'p, ikkinchi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizni kuzatib boringlar.